Messining otasi vafot etdi. Ommaviy axborot vositalari Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messining otasi Xorxe Messi 69 yoshida Argentinaning Rosario shahrida vafot etdi. Bu haqda Infobae nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, u uzoq vaqt davomida og'ir kasallik bilan kurashgan va shahar shifoxonalarining birida olamdan o'tgan. Xorxe Messi nafaqat Lionelning otasi, balki uzoq yillar davomida uning agenti sifatida ham faoliyat yuritgan. U 8 karra oltin to'p sohibi bo'lgan futbolchining professional faoliyati shakllanishida muhim rol o'ynagan. Lionel Newell's Old Boys akademiyasida tahsil olayotgan paytida Xorxe o'g'lining o'sish gormoni yetishmovchiligi bilan bog'liq davolanishini ta'minlash uchun harakat qilgan. Keyinchalik u Messining Ispaniyaga ko'chib o'tishida ham muhim rol o'ynagan. Natijada Barselona 13 yoshli argentinalik futbolchini o'z akademiyasiga qabul qilishga rozi bo'lgan va uning davolanishi bilan bog'liq xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. 2026-yilgi Jahon chempionati vaqtida Messi turnirdagi ilk golni urganidan so'ng ko'z yoshlarini tiya olmagan edi. Keyinchalik u oilasi og'ir davrni boshdan kechirayotganini tan olgan. Oradan bir necha kun o'tib Messining oilasi Xorxe davolanayotganini va uning ahvoli asta-sekin yaxshilanayotganini ma'lum qilgan edi.